Kimlarda rinoplastika operatsiyasi qilinadi? Tug'ma burunda muammosi borlarda ma'lum bir chiroy va o'ziga xoslik berib turadi burun va uni tug'ma boshqacha bo'lib tug'ilishi u muammoga olib kelishi mumkin. Turli xil travmalarda yiqilganimizda ham yoki birov bilan mushtlashganda ham birinchi mush bu burunga kelib tushadi va burun sinishi mumkin va singandan keyin qiyshayib qolishi mumkin. Va bunday operatsiya, bunday holatda ham burunni rinoplastika operatsiya qilib to'g'irlash mumkin. Ayrim bemorlar bu burun garbinkasidan xunuk deb qiynalib yurishadi. Ayrim bemorlarda burunning uchi osilgan bo'lib qolishi mumkin. Bu estetikaga to'g'ri kelmasligi hisobiga bu xunuk deb ko'rilishi mumkin shu bemor tomonidan. Agar siz o'zingizga burningiz yoqmasa, burningizni katta deb hisoblasangiz yoki travma olgandan keyin qiyshayib qolgan bo'lsa burningiz, shuni uyalib yurgan bo'lsangiz yoki burni uchi katta deb hisoblasangiz, umuman xullas burningizdan norozi bo'lsangiz, rinoplastika operatsiyasi haqida eshitgan bo'lsangiz kerak. Ushbu rolik davomida shu rinoplastika operatsiyasi haqida hamma savollaringizga javob olishingiz mumkin. Oxirigacha tomosha qiling. Men doktor Bo'tayev, 15 yillik tajribaga ega lor xirurg. Ushbu rolik davomida bu savollarga to'liq javob beraman. Agar siz rinoplastika operatsiyasidan qo'rqib yurgan bo'lsangiz, bu rolikdan keyin qo'rquvlaringiz ancha kamayadi deb o'ylayman. Demak, boshladik. Rinoplastika operatsiyasi nima? Rinoplastika operatsiyasi bu burunni shaklini o'zgartiruvchi operatsiya hisoblanadi. Plastik operatsiya hisoblanadi. Bu operatsiya davomida burunni shaklini o'zgartirish mumkin. Ya'ni agar burun qiyshaygan bo'lsa yoki bo'lmasa burun katta bo'lsa kichkinalashtirish mumkin. Garbinka bo'lsa yo'qotish mumkin. Burun uchi osilgan bo'lsa ko'tarilish mumkin. Qalin bo'lsa toraytirish mumkin. Xullas, xirurgni mahoratiga qarab turli xil o'zgartirishlar kiritish mumkin. Shu bilan birga bu operatsiya davomida burundan nafas olishni tiklash mumkin. Agar sizda burundan nafas olish qiyinligi muammosi bo'lsa, shu operatsiyada burunlar nafas olishni ham tiklab olish mumkin. Kimlarda rinoplastika operatsiyasi qilinadi? Birinchisi tug'ma burunda muammosi borlarda. Hamma avtosalondan bir xil bo'lib tug'ilmaydi. Ayrim bemorlar burunda har xil nuqsonlar bilan tug'ilishi mumkin. Va bu juda ham burundagi o'zgarishlarga olib kelishi mumkin va bu burunni xunuk holatda keltirishi mumkin. Ya'ni burun yuzning o'rtasida joylashgani uchun ma'lum bir chiroy va o'ziga xoslik berib turadi burun. Va uni tug'ma boshqacha bo'lib tug'ilishi u muammoga olib kelishi mumkin. Ikkinchisi bu travmadan keyin qiyshayishlar. Burunning o'rtasida joylashgani uchun turli xil travmalarda yiqilganimizda ham yoki birov bilan mushtlashganda ham birinchi mush bu burunga kelib tushadi va burun sinishi mumkin va singandan keyin qiyshayib qolishi mumkin. Va bunday operatsiya, bunday holatda ham burunni rinoplastika operatsiya qilib to'g'irlash mumkin. Uchinchi holat, hech qanaqa travma bo'lmagan, hech qanaqa tug'ma nuqsoni yo'q, lekin burun bizga kimdandir o'tadi. Ota-bobolarimizdan o'tadi. Misol uchun dadamizdan o'tishi mumkin, onamizdan o'tishi mumkin, xolamizdan, tog'amizdan o'tishi mumkin, buvamizga o'xshab qolishi mumkin va bu burun sizga tushmay qolishi mumkin. Ya'ni katta garbinkali burun nasib qilishi mumkin. Misol uchun erkaklarda katta garbinkali burun hech qanaqa muammo tug'dirmaydi menimcha. Lekin qizlarda bu muammo tug'diradi. Ya'ni burni tiks bo'lishini xohlaydi qizlar. Shuning uchun ayrim bemorlar bu burni garbinkasidan xunuk deb qiynalib yurishadi. Ayrim bemorlarda burni uchi osilgan bo'lib qolishi mumkin. Bu estetikaga to'g'ri kelmasligi hisobiga bu xunuk deb ko'rilishi mumkin shu bemor tomonidan. Ayrimlarda bemor burnini qalin deb o'ylashi mumkin. Va hokazo. Xullas, bemorda hammada har xil muammo bo'ladi va shuni muammo deb o'ylashi mumkin. Va bunday holatda rinoplastika operatsiya qilinadi. Eng katta xato nimadan iborat? Eng katta xato bu rinoplastika operatsiya qildirsam hamma muammom hal bo'ladi deb o'ylashdan iborat. Hamma odam individual hisoblanadi. Bir xillar o'zini xunuk deb hisoblaydi, kompleks bo'ladi va bu xunukligini faqat shu burundan deb o'ylashi mumkin. Va shu burunni operatsiya qildirsam men butkul go'zal chiroyli bo'lib ketaman deb o'ylashi mumkin. Bu ham katta xato. Keyingisi mashhur odamlarni burniday qilaman deyish. Bu ham katta xato. Uni hech kim qilib bera olmaydi. Misol uchun chiroyli aktrisa bor yoki bloger bor, xuddi shuni burniday xohlayman deyish ham bu juda ham katta xato. Uni burnini olib sizga qo'yib bera olmaydi hech kim. Sizda burningiznikidan uni burnini ham hech kim yasab bera olmaydi. Uni burnini olib sizga qo'ygan taqdirda ham u sizga yarashadi deb bo'lmaydi. Chunki hammaning yuzi har xil,
yuzning proporsiyalari har xil. U sizni burningizga o'ziga xos burunlar xos bo'ladi va uni aynan uni burunidek qilish, sizni burningizni aynan uni burunidek qilish bu teoretik ham amaliy jihatdan umuman qilib bo'lmaydigan ish hisoblanadi. Operatsiya qanday o'tadi? Operatsiya bu umumiy og'riqsizlantirishda o'tadi. Bu degani narkoz degani, polniy uxlaydi bemor va bemor uxlagandan keyin operatsiya boshlanadi. Operatsiya vaqti hamma bemorda har xil. Ayrim bemorlarda 1,5 soat, 1 soat davom etsa, ayrim bemorlarda 8 soat, 9 soatgacha davom etishi mumkin. Bu operatsiyaning qanchalik qiyinlik darajasiga, qo'yilgan maqsadlarga bog'liq bo'ladi. Operatsiya vaqti og'riydimi? Yo'q, operatsiya vaqti og'rimaydi, chunki umumiy og'riqsizlantirishda o'tadi. Bemor hech narsani bilmaydi, sezmaydi ham. Operatsiyadan keyingi davr qanaqa kechadi? Operatsiyadan keyingi davr 3 ta davrga bo'linadi. Birinchisi bu birinchi 10-15 kunlik. Birinchi 15 kunlik. Unda yuzda shishlar bo'ladi, ko'karishlar bo'lishi mumkin. Burunga bog'lanib qo'yilgan bo'ladi, narojniy shina. Burun ichida splint turadi, burun ichida qonni sellarini torttirish uchun gubkalar qo'yilgan bo'ladi. Bu eng qiyin davr hisoblanadi. Bemorning burni bitishi mumkin, bosh og'rishi mumkin, burni birozgina achishib turishi mumkin. Ikkinchi bosqich bu 1 oylik bosqich hisoblanadi. 1 oyda keyin o'zi bemorda shishlar qayta boshlaydi, ko'karishlar nisbatan qayta boshlaydi, burundan nafas olish tiklanadi va burun определенный bitta shaklga kela boshlaydi. Keyingisi bu keyingi 6-1 yillik muddat. Ko'p shishlar 1 oyga qaytadi, lekin qolgan 10-20% shishlar bu yil davomida qaytuvchi shishlar bo'ladi. Ayniqsa burun uchidagi shishlar bu yillar davomida, 1 yil davomida yoki 6 oy davomida sekin-sekin qaytadi. Ishga qachon chiqish mumkin? Bemorimiz agar ofisni ishda ishlaydigan bo'lsa, issiqda ishlamaydigan bo'lsa va yengilroq ishlarda, yuk ko'tarmaydigan ishlarda ishlaydigan bo'lsa, uni 15 kundan keyin bemorimiz sekin-sekin ishga chiqsa bo'ladi. Agar bemorimiz og'ir yuk ko'tarish bilan bog'liq yoki issiq bilan ishlaydigan bemor bo'lsa, ular 1 oylardan keyin sekin ishga chiqsa bo'ladi. Shunda ham baribir burunni terisiga to'g'ridan to'g'ri issiq tegishini oldini olish kerak bo'ladi. Bu terini yomonlashtirishi mumkin. Natija qachon ko'rinadi? Natija asosan 1 oydan keyin, 2 oydan keyin ko'rina boshlaydi. Oxirgi natijalar shu 6 oy, 1 yildan keyin ko'rinadi. Rinoplastika haqida turli xil afsonalar bor, mif deymiz. Shulardan bir ikkitasini aytib o'tmoqchi. Birinchisi, rinoplastika qildirgandan keyin burun nafas ola olmay qoladi deydi. Bu ham juda ham to'g'ri. Chunki ayrim rinoplastika qilib yuradigan shifokorlar lor bo'lmasligi mumkin. Ular faqat chiroyga e'tibor beradi va burundan nafas olish qiyinligi bo'lib qolishi mumkin. Juda ham toraytirib yuborsa burunni, ingichkalashtirib yuborsa yoki burun to'sig'iga teginmasa yoki burun to'sig'iga to'g'ri qila olmasa operatsiya davomida, operatsiyadan keyin burundan nafas olish qiyinligi bo'lib qolishi mumkin. Agar lor vrach qiladigan bo'lsa, albatta burundan nafas olishingiz yaxshi bo'ladi. Keyin hammaga sun'iy burun qilib berishadi degan mif ham bor. Yo'q, sun'iy burun qilishmaydi. Hamma sizni o'zingiz burningizdan yasab berishadi. U yoq bu yog'ini o'zgartirib qilish mumkin. Operatsiya juda og'ir qiladigan tushuncha ham bor. Yo'q, juda og'ir emas, chunki narkozda bo'ladi, hech narsani bilmaysiz, sezmaysiz. Operatsiyadan keyin birozgina og'riq bo'lib turadi. Bitta operatsiyada hamma muammo hal bo'ladi degan gap ham bor. Bu ham noto'g'ri. Ayrim vaqtlarda 2 ta 3 ta operatsiya qilinishi mumkin bir vaqtda, birin-ketinlik bilan. Hamma muammoni bitta operatsiyada hal bo'lmaydi. Bir xil ham ko'zini, ham labini, ham burnini, ham burnidagi hamma muammoni birdan hal qilib olishga harakat qiladi. Yo'q, unaqa emas. Ayrim holatlarda biz juda ham kuchli qiyshiqlik bo'lsa burundagi, birinchi septoplastika qilib, keyin rinoplastikani tavsiya qilishimiz mumkin. Aytib o'tmoqchi bo'lgan gaplarim shulardan iborat edi. Agar sizda burningizni shakli o'zingizga yoqmasa, burundan yaxshi nafas olmasangiz, xurrak o'tsangiz yoki bo'lmasa tezsiz angina bo'lsangiz, tezsiz gaymarit bo'lsangiz, operatsiya qildirmoqchi bo'lsangiz, qo'ng'iroq qilib maslahatimga bemalol kelishingiz mumkin. Gaplashamiz, ko'ramiz va qo'limdan kelgancha yordam qilaman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.